Demak, tayanch harakat sistemasi. Demak, birinchi mavzu, demak, ko'krak qafasini hosil qilgan suyaklar uyga vazifa bo'ladi. Demak, ko'krak qafasiga kompagis torasika deyiladi. Toshmamatov Baxtiyor Norbekovich, falsafa fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti morfologiya kafedrasi katta o'qituvchisi. Demak, uni oldindan hosil qilgan tush suyagi sternum, ikki yon tomonidan 12 juft qovurg'a kosti hamda orqa tarafdan esa umurtqa pog'onasi kolumna vertebralis hosil qiladi. Ko'krak qafasida demak, ikkita tish tafovut qilinadi, ya'ni bo'shliq, bu apertura thoracica superior yuqori ko'krak bo'shlig'i, apertura thoracica inferior esa past ko'krak bo'shlig'i. Ichida nafas sistemasi bilan endokrin bezlar joylashgan bo'ladi. Demak, umurtqa pog'onasini hosil qilgan suyaklardan birinchisi, demak, bu ko'krak umurtqa pog'onasi, mana umurtqa pog'onasi. Demak, umurtqa pog'onasiga kolumna vertebralis deyiladi. 33 ta 34 ta umurtqalarning yig'indisidan hosil bo'lgan. Bularni biz 5 ta qismga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi pars cervicalis bo'yin qismi 7 dona, pars thoracica ko'krak qismi 12 dona, pars lumbalis bel qismi 5 dona, pars sacralis dumg'aza qismi 5 dona hamda pars coccygeus dum qismi esa 3-5 dona bo'ladi. Endi umurtqa pog'onasining o'zini o'z navbatida ikkita qismga bo'lamiz. Chin umurtqalar hamda yolg'on umurtqalar tafovut qilinadi. Chin umurtqalarga vertebra veri deyiladi. Bularning soni 24 ta bo'ladi. Bularga bo'yin, ko'krak hamda bel kiradi. Bularni chin deyishiga sabab ular 24 tasi ham tanho joylashgan bo'ladi. Erkin o'rganishimiz mumkin. Dumg'aza bilan dum umurtqalari esa bu yolg'on umurtqa hisoblanadi, chunki bir-biri bilan birlashib ketgan bo'ladi. Soni 9-10 ta bo'ladi bular. Bunga demak vertebra, demak spori deyiladi. Endi hozir chin umurtqalarda demak ko'rib chiqamiz. Qarangizlar, bu yerda 24 ta chin umurtqa tafovut qilinadi. Shu yerdan hozir 22 ta chin umurtqa bor deb faraz qilish kerak. Chunki 3-dan to 7-gacha bo'lgan bo'yin umurtqalarining tuzilishi bir xil bo'lgani uchun bitta vakil turibdi. 12 ta ko'krak umurtqasining tuzilishi bir xil bo'lgani uchun bu yerdan ham bitta vakil bor. 5 ta bel umurtqasining tuzilishi bir xil bo'lgani uchun bu yerda ham bitta vakil bor. Shuning uchun bu yerda 22 ta chin umurtqa tafovut qilinadi. Demak, bo'yin, ko'krak hamda beldan vakil turibdi. Demak, o'zingga nisbatan ushladigan vaqtda hamisha umurtqani shunday tarzda ishlab turish kerak. Chunki tana taraf oldinda, qiral taraf hamisha orqa tarafda joylashadi. Demak, endi ko'rib chiqamiz chin umurtqalarning tuzilishi bir xilmi, bir xil emasligini. Demak, bo'yin, ko'krak, beldan, demak, corpus vertebra umurtqa tanasi, foramen vertebralis umurtqa teshigi, processus spinosus qiral o'simtasi. Har bir umurtqada qiral o'simtasi soni nechta desa, demak, bitta bo'ladi. Keyingisi processus transversus bo'ladi, ko'ndalang o'simtasi. Har bir umurtqada ko'ndalang o'simtasi soni demak 2 ta bo'ladi. Keyingisi processus articularis superior bo'ladi, yuqori bo'g'im o'simtasi. Demak, superior so'zi bormi? Hamisha demak inferior ham bo'ladi, ya'ni pastki bo'g'im o'simtasi. Demak, mana pastki bo'g'im o'simtasi bo'yinda, ko'krakda, belda bor. Shuning uchun har bir umurtqada bo'g'im o'simtalar soni esa 2 juftni tashkil qiladi. Keyingisi esa bu incisura vertebralis superior bo'ladi. Demak, yuqori umurtqa o'ymasi, superior so'zi yana bir yerda ishlatilyapti. Shuning uchun demak teskari burgan vaqtda incisura vertebralis inferior bor. Bunda ham inferior, bunda ham inferior. Demak, bu yerda ham umurtqa o'ymalar soni 2 juft tashkil qiladi. Keyingisi esa ravoq tafovut qilinadi. Mana ravog'imiz. Demak, bu ravoqqa demak arcus deyiladi. Arcus anterior bo'ladi. Ostida esa arcus posterior bo'ladi. Bu bel umurtqasi. Ko'krakda ham arcus anterior, arcus posterior, bo'yinda ham arcus anterior, arcus posterior bo'ladi. Demak, bundan tashqari demak umurtqalarda tafovut qilinadi bo'g'im yuzalari, bo'g'im yuzalari. Demak, bo'yin umurtqasidagi fas articularis superior bo'ladi. Ostida esa shuning inferior tafovut qilinadi. Ko'krakda ham fas articularis superior hamda fas articularis inferior. Belda ham fas articularis superior bilan fas articularis inferior bo'ladi. Demak, har bir umurtqada ham bo'g'im yuzalar soni demak 2 juftni tashkil qiladi. Demak, bu yerda hech qanday o'zgarish tafovut qilinmadi.
Shuning uchun bularning o'ziga xos xususiyatlari bor. O'ziga xos xususiyati degan vaqtida bo'yin umurtqasida yo'q narsa ikkilasida bo'lmasligi kerak. Bu o'ziga xos xususiyat hisoblanadi. Demak, bo'yin umurtqalariga xos xususiyat nima degan vaqtida, demak, birinchi xususiyatimiz kundalik o'simtasida teshigi bor deb boshlash kerak. Mana kundalik o'simta teshigi ikkalasida ham tafovut qilinmaydi. Ikkinchi xususiyati, ikkinchidan to 6-gacha bo'lgan bo'yin umurtqalarining qirali o'simtasi ayri ko'rinishda bo'ladi. Bu ikkalasida ham xos emas. Uchinchi xususiyati esa bo'yin umurtqalarining yuqori bo'g'im yuzalari, demak, gorizontal tekislikda joylashgan. Demak, gorizontal ma'nosi bu yuqori hamda pastki yuzasi bir xil degan ma'noni bildiradi. Ya'ni o'zimning tanamni boshimdan judo qilib tashlasam, demak, uzilgan boshimning pastki yuzasi bor, uzilgan tanamning demak yuqori yuzasi bor. Demak, bir-biriga mos kelish bu gorizontal tekislik hisoblanadi. Demak, ko'krak umurtqalariga xos xususiyati esa yuqori bo'g'im yuzasi bularda frontal tekislikda joylashgan bo'ladi. Ya'ni oldingi hamda orqa yuzasi bir xil bo'ladi. Buni tushunish uchun tanamni demak ikkiga ayrilgan vaqtimda oldingi orqa yuzasi bir xil. Shuning uchun bo'yin umurtqalarining yuqori pastki bo'g'im yuzasi bir-biriga mana joylashadi. Bo'yinda esa yuqori pastki bo'lib joylashadi. Ikkinchi xususiyati esa demak, odamda 12 ta ko'krak umurtqasi bor, 12 juft qovurg'a bor. Qovurg'ani ko'krak umurtqasiga birlashtirgan vaqtimizda xuddi shunday tarzda joylashadi. Birlashtirgan vaqtimizda e'tibor berib qarsak, qovurg'alarimiz ko'krak umurtqasining tanasi hamda kundalik o'simtasiga engashib turadi. Shuning uchun ikkinchi xususiyati tanasi bilan kundalik o'simtasida qovurg'a birikadigan chuqurchasi tafovut qilinadi. Bel umurtqalariga xos xususiyati esa bularning yuqori bo'g'im yuzasi sagittal tekislikda joylashgan bo'ladi. Ya'ni tanamni mana kesgan vaqtimda o'ng hamda chap yuzasi bir-biriga qaragan bo'ladi. Ikkinchi xususiyati yuqori bo'g'im yuzasining tashqi tarafida processus mammillaris bo'ladi, so'rg'isma o'simtasi. Kundalik o'simtasining ostida esa processus accessoris bo'ladi, qo'shimcha o'simta bo'ladi. Xuddi shunaqa o'simtalar 5 ta bel umurtqasidan tashqari yana qaysida bo'ladigan vaqtda 12-ko'krak umurtqasidan tafovut qilinadi, chunki belga yaqin bo'ladi. Bu demak chin umurtqalar to'g'risida. Endi esa yana ikkita chin umurtqamiz bor. Bu birinchi bo'yin umurtqamiz. Demak, atlas yoki atlant deyiladi. Buning o'ziga xos xususiyati shundaki, ularning tanasi bo'lmaydi. Tanasi embrional rivojlanish davrida ikkining tishiga aylanib ketadi. Ikkinchi xususiyati esa qirali o'simtasi bo'lmaydi, ya'ni process spinosus. Demak, ikkita tuzilma yo'q. Shuning uchun ularning o'rnini esa ravoq to'ldiradi. Ravoqqa arcus anterior oldingi ravoq, arcus posterior orqa ravoq deyiladi. Ravoqlar o'zaro umurtqaning ikki chetidan kelib o'zaro birlashish natijasida ikkita dumboq hosil bo'ladi. Tuberculum anterior oldingi dumboq, tuberculum posterior orqa dumboq deyiladi. Endi ravoqlar oldingi hamda orqa ravoqlar ichki tomondan o'zaro bir-biri bilan yonmas, ya'ni massa lateralis yordamida birlashib turadi. Oldingi ravoqning ichki tomonida ikkinchi bo'yin umurtqasining tishi kirib turadigan tish chuqurchasi bo'ladi. Bunga fovea dentis deyiladi. Orqa ravoqning yuqori qismida demak sulcus arteria vertebralis bo'ladi. Umurtqa arteriyasi arteriya temasiga o'tgan vaqtda shu yerda joylashadi. Demak, bunimiz esa ikkinchi bo'yin umurtqamiz. Bunga aksis deyiladi. Buning o'ziga xos xususiyati dens bo'lishi, ya'ni tishning bo'lishi. Tishning ikkita qismi tafovut qilinadi. Apex uchi, bazis asosi bo'ladi. Tishning o'zida ikki juft bo'g'im yuzasi bo'ladi. Fas articularis anterior, fas articularis posterior bo'ladi. Endi savol tug'iladi. Demak, ikkinchi bo'yin umurtqasining tishidan tashqari qolgan bo'yin umurtqasidan qanday farq qiladigan vaqtida qolgan bo'yin umurtqalarida faqatgina yuqori va pastki bo'g'im yuzasi bo'lsa, bunda esa 3 juft bo'g'im yuzasi bo'ladi. Yuqorisi 1 juft, pastkisi 1 juft hamda tishida ham 1 juft bo'g'im yuzasi tafovut qilinadi. Bu boshqa bo'yin umurtqasidan farqli tomoni. Endi esa 6-juft bosh miya 6-bo'yin umurtqamiz bor. 6-bo'yin umurtqasi buning o'ziga xos xususiyati. Demak, kundalik o'simtasida 1 juftdan dumboq tafovut qilinadi. Tuberculum anterior, tuberculum posterior bo'ladi. Tuberculum anteriorning ro'parasidan normada umumiy yuqori arteriyasi o'tadi. Umumiy yuqori arteriyasidan biron bir sababga ko'ra qon ketgan vaqtda, demak, arteriyani oldingi dumboqqa bosgan vaqtimizda qon to'xtaydi. Shuning uchun ham oldingi dumboqning ikkinchi nomi tuberculum caroticum uyqu dumbog'i deyiladi. Bu umurtqamiz esa 7-bo'yin umurtqasi hisoblanadi. 7-bo'yin umurtqasiga vertebra prominens deyiladi, ya'ni bo'rtib chiqqan umurtqa deyiladi.
bo'rtganligidan aniq bilish uchun boshda oldinga qarab ekkan vaqtda bo'yinning orqa tarafida ko'rinib turibdi bu. Demak, qolgan bo'yin umurtqasidan 7-bo'yin umurtqasining farqi shundaki, uning qirali o'simtasi qolgan nisbatan uzun hamda yo'g'onligi bilan farq qiladi. Bu barchasi demak chin umurtqalar hisoblanadi. Endi esa yolg'on umurtqalarimizdan birinchi umurtqamiz bu dumoza suyagi. Dumoza suyagi os sakrum deyiladi. Normada banda ushlab ko'rsatish kerak. Dumoza suyagi bu uchburchak ko'rinishga ega bo'ladi. Buni tashkil qiladi 4 ta qismi: bazis asosi, apix uchi hamda bir juft yon qismi bo'ladi. Bunga pars lateralis deyiladi. 4 ta yuzasi tafovut qilinadi. Bu yuzasi mana ko'rib turibsizlar bu yuzani. Demak, bunga fas sacralis anterior deyiladi. Oldingi dumoza yuzasi, ikkinchi nomi ham bor. Chunki ikki yon tomoniga bir juft chanoq suyagi birlashgan vaqtida bu yuzamiz normada chanoq bo'shiga qaraydi. Shuning uchun ikkinchi nomi bu yuzani fas sacralis pelvina deyiladi. Chanoq bo'shiga qaragan yuzasi deyiladi. Demak, bu fas sacralis dorsalis orqa yuzasi deyiladi. Yon tomonda bir juft quloqsima yuzasi bo'ladi. Bunga fascis auricularis deyiladi. Endi har bir yuzada joylashgan tuzilmani ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, chanoq bo'shiga qaragan yuzasiga e'tibor berib qaraganimizda 4 ta ko'ndalang chiziq tafovut qilinadi. Bu liniya transversus deyiladi. Bu ko'ndalang chiziqlar asosan 5 ta dumoza suyagining tanalarining o'zaro birikishi hisobiga hosil bo'ladi. Hamda 4 juft teshik tafovut qilinadi. Bunga fascis foramis sacralis pelvina deyiladi. Dumozaga oid bo'lgan qon tomirlar o'tadi. Demak, buni oziqlantirish vazifasini bajaradi. Yon tomon tarafda esa fas auricularis quloqsima yuzasi bo'ladi. Bu chanoq suyagida quloqsima yuzasi bilan birlashadi, chanoq bo'shligini hosil qiladi. Hamda tuberosa sacralis bo'ladi. Asosning ikki yon tomonida esa qanot bo'ladi. Bunga alla sacralis deyiladi. Asosning orqa tarafida canalis sacralis bo'ladi. Demak, canalis sacralisda chegirlab turgan ikkita tuzilma. Birinchisi processus articularis superior yuqori bo'g'im o'simtasi bilan fas articularis superior yuqori bo'g'im yuzasi chegirlab tursa, uchining orqa tarafida esa bu hiatus sacralis bo'ladi, chiqish teshigi. Uni chegirlab turadi. Bir juft shoh cornus sacralis chegirlab turadi. Eng ahamiyatli yuzamiz bu orqa yuza hisoblanadi. Chunki orqa yuzasida 5 ta qirra tafovut qilinadi. Buni tushunib olish uchun demak, birinchi dumoza suyakka aylanmaganini faraz qilib turish kerak. Tushuna olish uchun 5 ta qirramiz endi qanday hosil bo'ladi? Bu crista sacralis media deyiladi, o'rta dumoza qirrasi. Bu normada 5 ta dumoza suyagining qirrali o'simtalari bitta chiziq ostida o'zaro birlashgan vaqtda bitta qirra hosil bo'ladi. Bunga crista sacralis media deyiladi. Bu demak, processus spinosus hisobiga hosil bo'ladi. Toq bo'lgan uchun toq qirra hosil bo'ldi. Bu yuqori bo'g'im o'simtamiz jup, pastki bo'g'im o'simtamiz jup bo'ladi. Demak, bular o'zaro yuqori bilan pastkisi o'zaro birlashadi. Ikki tarafdan pastga qarab bir jup qirra davom etadi. Bunga crista sacralis intermedia deyiladi. Oraliq dumoza qirrasi bu bo'g'im o'simtalar hisobiga hosil bo'ladi. Jami 3 ta bo'ldi, chunki jup tushyapti yerga. Bu esa processus transversus deyiladi, ko'ndalang o'simta. Demak, bu ham jup bo'lgani uchun pastga bir jup qirra shaklida tushadi. Bunga crista sacralis lateralis deyiladi, yon dumoza qirrasi. Bu ko'ndalang o'simta hisobiga hosil bo'ladi. 3 ga 2 ni qo'shsak 5 ta qirra tafovut qilinadi. Demak, bu umurtqa pog'onasining umumiy tuzilishi bo'lgandi. Endi ko'krak qafasini hosil qilgan suyakdan ikkinchi suyagimiz bu tush suyagi hisoblanadi. Tush suyagi sternum deyiladi. Ko'krak qafasining oldingi devorini hosil qiladi. 3 ta qismi tafovut qilinadi: yuqori, o'rta, pastki. Yuqori qismiga dastasi manubrium sterni, o'rtasiga tanasi corpus sterni hamda hanjarsimon o'simtasiga processus xiphoidus deyiladi. Normada tush suyagini dastasini tanasidan ajratib turadi ikkita tuzilma. Birinchisi angulus sterni, tush suyagining burchagi bilan incisura costa 2, ikkinchi juft qovurg'aning birlashgan o'ymasi tanasining dastasini ajratib turadi. Dastasining o'zida ko'rib chiqadigan bo'lsak, bitta toq 2,5 ta juft o'yma tafovut qilinadi. Toqning nomi incisura jugularis, bo'yintir o'ymasi toq. Juftlari kiradi, bir juft umrov suyagi to'liq dastaga birikadi. Shuning uchun incisura clavicularis bu bir juft. Birinchi juft qovurg'amiz to'liq dastaga birikadi. Shuning uchun incisura costa 1, jami 2 juft bo'ldi. Ikkinchi juft qovurg'amiz dasta bilan tanani ajratib turadigan chegara sohasiga birlashadi. Shuning uchun uning yarmi dastaga qaraydi, yarmi esa tanaga qaragani uchun ham 2,5 ta juft hisoblanadi.
Normada 7 juft chin qovurg'alar normada tush suyagiga birlashadi. Shundan 1,5 jufti dastaga, 5,5 jufti esa tanaga birlashadi. Endi esa ko'krak qafasini hosil qilgan 3-suyagimiz bu qovurg'alar. Mana qovurg'alar yaqqol ko'rinib turibdi. Qovurg'alarga kost deyiladi. Qovurg'alar ko'krak qafasining ikki yon tomonida joylashgan bo'ladi. Demak, qovurg'alarimiz joylashib ko'ra 3 ta guruhga bo'lamiz. Birinchidan to 7-gacha bo'lgan qovurg'alar to'g'ridan-to'g'ri o'zining tog'a yordamida tush suyagiga birlashtirilgan uchun bularga chin qovurg'a kosta veri deyiladi. 8, 9, 10 demak ketma-ket bir-birining ustiga engash birlashadi. Bularga esa yalg'on yoki soxta deyiladi. Bunga esa kosta spori deyiladi. 11 bilan 12 esa qorin mushaklarning orasida joylashgani uchun bularga yetim kosta fluktuantis deyiladi. Demak, normada qovurg'alarni ikkita qismi bor. Shuni har doim mana shunda joylashadi. Oldingi taraf, orqa tarafi bo'ladi. Oldingi tarafi tog'ay, cartilla costi deyiladi. Bu yordamda ko'rib turibsizlar, tush suyagi bor birikadi. Orqa qismi esa os costi deyiladi, suyak qismi. Bu yordamda ko'krak umurtqalariga birlashadi. Ikkalasining o'rtasi esa korpus tanas deyiladi. Demak, endi qovurg'alarning tuzilishini bilishdan oldin bilib olishimiz kerak bu o'ng tarafda yoki chap tarafda qovurg'aligini. Shuning uchun demak asosiy e'tiborda tana sohasiga e'tibor berasizlar. Demak, tana sohasida ikkita barmoqni harakatga keltirgan holatda, demak tanasidan ikkita barmoqni harakatga keltirish kerak. Harakatga keltirilgan vaqtida hamisha yodda qolish kerak. Qovurg'aning o'tmas taraf hamisha yuqorida joylashgan bo'lishi kerak, o'tkir taraf esa hamisha pastda joylashgan bo'lishi kerak. Shuning uchun ko'krak umurtqasini o'zimizga nisbatan olyapmiz-da va qovurg'ani o'zaro birlashtiryapmiz. Birlashtirgan vaqtida bu haqiqatan o'ng taraf qovurg'asi, sababi olgan vaqtimizda ko'ryapsizlar, yurgizgan vaqtida qirali taraf pastda, o'tmas taraf yuqorida. Shuning uchun o'ng taraf qovurg'asi hisoblanadi. Endi suyak qismida qanaqa qismida tafovut qilinadi? Suyak qismida qovurg'alarning quyidagi qismlar tafovut qilinadi. Caput costi qovurg'a boshi, collum costi qovurg'a bo'yni, tuberculum costi qovurg'a dumbog'i, angulus costi qovurg'a burchagi hisoblanadi. Boshining o'zida ham ikkita qism tafovut qilinadi. Fas capus costi qovurg'a boshining yuzasi, crista capus costi qovurg'a boshining qirrasi tafovut qilinadi. Tanasiga xos suyat ko'targan vaqtimizda aniq ko'rinib turadi egat, bu sulcus costi deyiladi. Demak, bu yerdan qovurg'aga xos qon tomiri joylashadi. Mana birinchi juft qovurg'amiz aniq ko'rinib turibdi. Demak, birinchi juft qovurg'a bilan qolgan qovurg'ani farqi nima degan ko'pchilikni savol qiziqtiradi. Bu yerda kalta kichiklik umuman farqi yo'q bu yerda. Asosiy tanasida farq qilinadi bu yerda. Birinchi juft qovurg'ani tanasiga e'tibor berib qarasak, demak, yuqori yuzasi tafovut qilinadi tanasida, pastki yuzasi bo'ladi. Qolgan qovurg'ada ichki yuza, tashqi yuzasi bo'ladi. Birinchi juftning ichki cheti va tashqi cheti bo'ladi. Qolgan qovurg'ada yuqori hamda pastki cheti bo'ladi. Shunisi bilan bular farq qiladi bir-biridan. Endi qovurg'alarning ko'krak umurtqasiga birlashish texnikasini yodlaymiz. Mana birinchi juft qovurg'a, birinchi ko'krak umurtqasini faraz qilish kerak. Demak, birlashtirgan vaqtda qovurg'ani ko'ryapmizki, mana qovurg'a ko'krak umurtqasining tanasiga birlashdi, to'liq tarzda birlashdi. Buni noto'liq deya olmaymiz. Agar noto'liq desak, qovurg'aning yarmi, ya'ni 50% yuqorida turishi kerak. Shuning uchun bu to'liq birlashish hisoblanadi. Shu manzara ko'zimiz oldimizda qotib qolish kerak. Pastdan esa ikkinchi juft qovurg'a keladi mana. Ikkinchi juft qovurg'a birinchi ko'krak umurtqasining tanasiga birlashtirdik. Birlashtirgan vaqtida qovurg'ani yuqori ko'tarsak, qovurg'aning yarmi ortib qolgan. Shuning uchun bu chala birikish hisoblanadi. Ostidan esa ikkinchi ko'krak umurtqasi keladi. Ortgan qovurg'aning yarmi esa buni ustiga minadi. Shuning uchun savol tug'iladi, birinchi ko'krak umurtqasining tanasida necha juft qovurg'a chuqurchasi bor degan vaqtida, demak 1,5 juftdan deyish kerak, chunki bu tarafini ham e'tiborga olish kerak. Ikkinchi juft qovurg'amizni birlashtirgan vaqtida qaysi ko'krak umurtqasining tanasiga birlashtirgan vaqtida birinchi ko'krak umurtqasining tanasining pasti bilan ikkinchi ko'krak umurtqasining tanasining yuqoriga birlashadi. Shuning uchun normada birinchi ko'krak umurtqasining tanasida 1,5 juft qovurg'a birikadigan chuqurchasi bo'ladi. Ikkinchidan to 9-gacha 2 juft yarimtadan qovurg'a birikadigan chuqurchasi tafovut qilinadi. 10-sida esa
10-si bir juft qovurg'a birikadigan chuqurchasi bular yarimta. Buni isbotlash uchun 10-juft qovurg'amiz qaysi ko'krak umurtqasiga birlashadigan vaqtda 9 ning pasti bilan 10 ning yuqorisiga birikadi. Buning ostida bo'lmaydi, chunki 11-chi ko'krak umurtqasi tanasiga to'liq birlashadi, 12 esa 12 ni tanasiga to'liq birlashadi. Shuning uchun hozir bizlarda birlashtirgan vaqtda ikkita guruh hosil bo'ldi. To'liq birlashgan guruhga bunga 1, 11, 12 kiradi. Qolgani esa demak noto'liq birlashadigan guruhga hisoblanadi. Shuning uchun to'liq birlashgan bilan noto'liq birlashganning qaysi birining boshida qira yo'q degan vaqtida to'liqning boshida qira bo'lmaydi. Ikkita umurtqa orasida birlashganda boshida qira bo'ladi. Bu shunisi bilan ikkita guruh bir-biridan farq qiladi. Demak, endi birinchi juft qovurg'amiz bu eng katta ahamiyatga ega bo'lgan qovurg'a hisoblanadi. Chunki bu yerda ko'rinib turibdi, o'zi ruchka bilan belgilayman. Demak, 3 ta belgini qo'yapman. Buni qo'yishimizdan maqsad qovurg'aning demak yuqqa yuzasida tushga nisbatan olsak, birinchi sulcus vena subclavis umr osti venasining egati joylashadi. Suyakdan tog'ayga nisbatan sulcus arteria subclavis umr osti arteriyasining egati bo'ladi. Ikkalasini bir-biridan ajratib turadi. Tuberculum musculus scalenus anterior oldingi narvon mushak birikadigan dumboq bo'ladi. Bu klinik ahamiyat juda ham katta. Bilamizki, demak yosh bolalar juda ham ko'p inyeksiya olishi natijasida oq xalat bilan kirdimi birdan yig'lashni boshlaydi va ota-ona bolaga imkoniyat yaratish uchun demak boshqa yo'li yo'qmi degan masalada vrachga kirgan vaqtida bitta yo'li bor. Bunda ham demak podключка qo'yish kerak deydi bu yerga. Podключка aynan shu umri birinchi juft qovurg'aga nisbatan qo'yiladi. Shuning uchun mana bunda turgan vaqtida demak bu podключкani o'zi normada qo'yadi. Demak hammamizga ma'lum narkoz beruvchi bu reanimatolog hisoblanadi. Demak babichkani qo'ygan vaqtida hamisha tog'ayga nisbatan izlash kerak. Chunki tog'ayda umr osti venasining egati bor. Bu egat orqali venaga tushiladida babichkani qon tomining ichiga kirgizib qo'yib va ustiga qopqog'ini yopib qo'yiladi. Inyeksiya vaqtida ochilib har doim dori jo'natiladi. Boshqa kuni esa yo'q qo'yiladi. Chunki havo kirish natijasida emboliya yuz berishi mumkin. Bu yosh bolalarda umuman og'riq sezdirmaydi bu. Bu birinchi mavzu to'g'risida.